Kelinlik uyimda hurmatim yo'q, hech kimning oldida. Qizlik uyimda malika edim. Onam meni shuning uchun tuqqanlarmi debdilar. Hozirgi beradigan javobim erkaklar tomonidan menga juda ko'p negativ olib keladi, lekin baribir aytaman. Kelinlik uyingizda hurmatingiz yo'qmi? Ovqatingiz bemaza, har bir ishingizdan xato topishyapti. O'tirsangiz o'poqsiz, tursangiz so'poqsiz. Buni hammasiga eringiz aybdor. To'g'risi, sizni himoya qila olmayapti. Ovqatni bemaza qiling, ish qilmang, ertalabdan kechgacha uxlang. Qaynana, qaynota qolganlar ham sizga gapirishga kuch topolmaydi. Agar deydi hozir kelinga gapiradigan bo'lsak, eri chiqadi naryoqdan jarillab deydi. Nima kerak? Jim o'tiraylik deydi. Hurmatini qilaylik kelinni deydi-da. Agar eri sizni himoya qilsa, menda ham o'g'il bor. Biz onalar baribircha ayol kishimiz ozgina to'poyroq bo'lamiz-da, o'g'limizga maminni sinoch qilib, "Mani aytganimni qilsin, onani hurmat qilsin" deb tarbiya beramiz-da. Ertaga kelinga ozgina nohaqlik qilgan paytimizda ana o'g'il jonivor az chakagini ocholmaydi. Oqibatda kelinni kallasiga chiqib qolamiz. Eri sizni himoya qilsa, любой joyda malikasi esingizdan chiqadi.